Assalomu alaykum hammaga. DTM 2009 kitobidagi birinchi mavzusining eng qiyin savollarini ko'rib o'tamiz. Eng qiyin savollardan biri 45-savol. Xo'p, o'qiydigan bo'lsak, 12 gram geliy va 18,06 10 darajasi 23 dona kislorod atomini tutgan azon. Savolga urg'u beramiz. Kislorod atomini tutgan azon degan aralashmadagi geliyning mol ulushi va azonning massa ulushini mos ravishda hisoblang debdi. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz mol topamiz. 12 gram geliyni molar massasi 4 ga bo'ladigan bo'lsam 3 mol chiqadi. 3 mol geliy. Xo'p, endi 18,06 10 darajasi 23 ni 6,02 10 darajasi 23 ga bo'lamiz. 3 mol kislorod atomini tutgan azon. Bu mol kislorodning atomlar moli. Shunga qattiq urg'u beramiz. Savolni to'g'ri o'qishimiz kerak. Xo'p, endi shu yerda qiladigan ishimiz. Kisloroddan azon hosil bo'ladi. 2 ga 3. Xo'p, endi 3 mol kislorod atomini tutgan azon degani uchun kislorodning atom moli 2 ga bo'lib yuborsam 1,5 mol chiqadi. Ya'ni kislorodning molini o'zi chiqadi. 1,5 mol kislorod bo'ladigan bo'lsa, 3 ga 2 azon topadigan bo'lsam, 1,5 ni 2 ga ko'paytirsam 3 ga bo'ladigan bo'lsa, demak 1 mol azon bizning qo'limizda bo'lgan ekan. Savolni to'g'ri o'qiymiz. Bu 3 mol azonning tarkibidagi kislorodning atomi moli. Savolni to'g'ri talqin qiladigan bo'lsak, shunaqa. Xo'p, demak azon 1 mol ekan. Mol ulush toping degan, geliyning mol ulushi degan. Geliyning moli 3 mol, azonning moli 1 mol. Mol ulush degani so'ralgan molni umumiy molga bo'lish. Bizda umumiy mol 4 mol. Shu 100% bo'ladigan bo'lsa, xo'p. Geliyni so'ragani uchun 3 ni tagiga qo'yamiz. Mol tagiga mol tushishi kerak. 75%. Mana. Xo'p, endi azonning massa ulushini so'rayapti. Bironta moddaning massa ulushini topish uchun so'ralgan moddaning massasini umumiy aralashmaning massasiga bo'lishimiz kerak. Xo'p, bizda 12 gram geliy yozilgan. Bor o'zi bizning qo'limizda va 1 mol azon. 1 ko'paytirilgan azonning molar massasi 48 gram. Xo'p, 12 ga qo'shamiz 48 ni. 8 9 10 4 60. 60 gram ekan. Xo'p. Azonning massasi o'shyapti. Demak, azonning massasini umumiy molga bo'lamiz. 48 gram so'ralgan moddaning massasi, 60 gram umumiy massa. 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak, xo'p, 48 ni 6 ga bo'lsa 8 bo'ladi, 100 ga ko'paytirsa 80% bo'ladi. Shunda to'g'ri javob C ekan. Tushunmaslarni yana qaytadan ko'rish kerak. Mana bu yerda savolni to'g'ri talqin qila olishni o'rganish kerak. Xo'p, e'tiborlaringiz uchun rahmat.